Assalomu alaykum. Bu darsimizda spiral, kalsiy hamda tochka instrumentlarini ko'rib o'tamiz. Umuman olganda, aynan spiral hamda kalsiy unchalik ishlatilmaydi ish jarayonida, lekin darsimiz jarayonida hamma instrumentlarni ko'rib chiqqanimiz uchun bularni ham ko'rib chiqamiz. Buning uchun risovani panelini ochamiz hamda mana bu bulavkachasini yopilmasligi uchun bosib qo'yamiz hamda spiralni chizishni boshlaymiz. Spiral oddiy o'zimiz bilgan spiraldan iborat, ya'ni uni olamiz hamda birinchi safar o'rta nuqtasini belgilaymiz. Bizlardan sentralniy tochkani qo'yishni so'raydi. Uni qo'yamiz. Ikkinchisi bizlarga spiralimizni diametri, ya'ni tashqi mana bunday diametrini so'rayapti. Uni ham qo'yamiz. Keyingisi spiralimizning ichki diametrini so'raydi. Bizga qancha bo'lsa shunchani qo'yamiz. Hamda uchinchisi spiralimizni balandligini so'rayapti. Shunga e'tibor qaratish kerak. AutoCAD 3D prostranstvida ishlaydi. Shuning uchun agar balandligini 0 qo'ysak, spiralimiz 2D ga aylanib qoladi shunchaki. Agar sizga 3D kerak bo'lsa, 3D qilishingiz ham mumkin. Bu uje AutoCAD bilan 3D variantda ishlayotgan paytda kerak bo'ladi. Men hozir misol uchun balandligini bir 15 qilsam agar mana bunday holatga keladi. Endi buni balandligini ko'rish uchun shiftni bosib turib mana bunday qilishimiz mumkin. Bundan tashqari spiralimizni interaktiv tarzda o'zgartirishimiz ham mumkin. Mana bunday tarzda balandligini, ichki hamda tashqi aylanalarni o'zgartirishimiz ham mumkin. Bundan tashqari interaktiv tarzda svойства panelidan spiralning aylanalar sonini o'zgartirishim ham mumkin. Misol uchun 8 ta qilsam, aylanalar soni har qaysi nuqtadan sanab ketsak agar shunchaga o'zgaradi. Masalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu yerdan ham xuddi shunday. Mana bu qismidan to bu yergacha 8 ta aylana hosil bo'ladi. Demak, spiralni ko'rib o'tdik. Keyingisi bu kalsiy. Kalsiy ham ish jarayonida unchalik kerak bo'lmaydi, chunki uni oddiy kuruk yordamida chizsa ham bo'ladi. Lekin kalsiyni ham ko'rib o'tamiz. Kalsiyni asosi bu poliliniya hisoblanadi. Ikkita poliliniyani dugaga aylantirib bir-biriga qo'shib qo'yilgani hisoblanadi. Undan tashqari ularga qalinlik berilgan. Mana bu yerda misol uchun globalniy shirnasi bor. Uni o'zimiz xohlagan tarzda ko'paytirib, kamaytirishimiz ham mumkin. Uni yasash uchun ham ichki diametrni so'raydi. Birinchi ichki diametrini misol 1 ga teng bo'lsa, hamda tashqi diametrni so'raydi. Внешний diametr, uni ham 1 yoki xohlaganimizcha qo'yishimiz mumkin. Umuman olganda hamda qayerga qo'ymoqchi bo'lgan joyimizni o'rtasini so'raydi. Mana bunday tarzda qo'yishimiz mumkin. Poliliniyadan tashkil topgan jihat shundaki, misol uchun bizlar poliliniya chizamiz hamda uni yarim oy shakliga keltiramiz. Uni kopirovka qilamiz hamda 180 gradusga aylantiramiz. Va bir-biriga qo'shib соединить orqali bog'laymiz. Biz 3D panelga соединitni olib kelib qo'ygan edik, esingizda bo'lsa. Ko'rib turganingizdek, bunga ham misol globalniy shirini beramiz. Ikkalasi hozir bir xil narsani tashkil etadi. Bu ham kalsiy, bu ham kalsiy. Shuni bilib olishingiz kerak. Kalsiyning asosida oddiy poliliniya yotadi. Keyingi instrumentimiz bu nuqta geodezistlar tomonidan keng qo'llaniladi. Bundan tashqari siz ham o'z ish jarayoningizda qo'llashingiz mumkin. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu yerda kichkinagina nuqta bor. Bu nuqtani tashkil qiladi, ya'ni ruschasiga bu yerda tochka. Buni
Bu komandani qilish uchun mana bu nuqtalar belgisi bor. Bu yerda neskолько точек deb ataladi. Uni bosamiz hamda bizlardan nuqta qo'yishni so'raydi. O'zimiz xohlaganchalik, xohlagan joyga nuqta qo'yib chiqishimiz mumkin. Nuqtaning sub opsiyalari bo'lmaydi. Faqatgina uni ba'zi bir nastroykalari bor. Ko'rinish nastroykasini o'zgartirish mumkin. Buning uchun utilitiya bo'limiga paneliga o'tib, uni ochamiz hamda mana bu yerda отображение точек degan nastroyka bor. Uni bossak, mana bunday dialogiy okno ochiladi. Bu yerda o'zimiz xohlagan tochkani, o'zimiz xohlagan vidini tanlab, belgilab qo'yishimiz mumkin. Pastrog'ida ikki xil nastroyka bor. Razmer точки, относительно ekrana bu bizlar ekranimizni yaqin yoki uzoq qilishimizdan qat'iy nazar bizlarga moslashib oladi. Misol uchun mana bu belgini qo'yaman. Hamda относительно ekrani 5 razmer точки 5 ga qo'yaman hamda OK ni bosaman. Tochkamizning razmeri ko'rib turgan bo'lsangiz o'zgardi. Endi ekranni yaqinlashtiraman va shu yerda regen haqida gapirib o'tsam, regenerировать qilaman. Bu tugma AutoCAD programmasi xotirasini ekonom qilish uchun onlayn tarzda cherchojni обновить qilib bormaydi. Shuning uchun qo'lda regen qilamiz. Bu cherchojimizni обновить qiladi. Buning uchun regen komandasini bosamiz. Regen hamda mana bu yerdan tanlaymiz yoki shunchaki enterni bosishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, tochkalar kichraydi. Agar qaytadan uzoqlashtirsak, regen komandasini bossak agar, qaytadan tochkalarimiz kattalashadi, ya'ni ekranga nisbatan kattalashadi. Buni ikkinchi turi mavjud, отображение точкni в абсолютных единицах, ya'ni bizlar qanchalik uzoqlashish yoki yaqinlashishimizdan qat'iy nazar, tochka ma'lum bir miqdorda razmeri o'zgarmay turadi. Misol uchun 10 qilib qo'yaman. Sal kattalashib ketdi 10. 3 bo'la qolsin. Endi uzoqlashaman, misol uchun yana regen qilaman. Hech nima o'zgarmaydi. Hech nima o'zgarmayapti. Bu odatda nuqtani qo'yishda ana shunday absolyut, ya'ni o'zgarmas qilib qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bizlarga xalaqit berib qolishi mumkin agar chizmamizda ko'p nuqtalar bo'lsa agar. Yana shuni aytib qo'ymoqchiman. Hozir regen komandamizni Быстрый достуp paneliga chiqarib qo'yishimiz kelgusida bizlarga foyda beradi. Buning uchun mana bu yerdan, ya'ni interfeysni o'zgartiradigan joydan adaptatsiyaning ustiga bosamiz hamda regen komandasini qidiramiz. Buning uchun mana bunday regen yozishimiz kifoya. Hamda regenerировать ni qidirib, bu yerda hozir uning ya'ni rasmchasi yo'q ekan. Rasmcha qo'yish uchun o'zimiz mana bu yerdan tanlashimiz mumkin. Misol uchun unga mana bu rasmni qo'yamiz. Hamda olib Быстрый достуp paneliga tortib qo'yishimiz mumkin. Принять qilamiz. Hamda OK tugmasini bosamiz. Endi klaviaturaga yozmasdan Быстрый достуp panelidan har safar bizlarga regen qilish kerak bo'lsa, regen qilishimiz mumkin.